televizor berganku yaxshi gapir. Qancha tashadi? Senga televizor berganku yaxshi gapir. $964 tushdi. Nima qilaylik? $200. $200 tashlab yuboring, $200. Jannatim akam. Rahmat Po'latga yana tashiyma $100. Yo'q, akajonim menga tashing, jonim akam o'shani ham. Akajon. Jannatim akam. Menga tashlamadim ekan. Tekshir. Po'latga Po'lat tomonga o'talmayapman. Mana shu yerdan tashlasam bo'ladimi? Po'lat karta raqami menda bor, hozir aytib turaman, akajon o'zim. Ovozini chiqib Men o'zim aytaman. 40 73 42 00 ovozini o'chirib 83 bechara berilib 00 ligini qilaman. Jannatim akam. Qo'rqoqda yozinglar akalar. Menga tashlamayapti biladi. Voy biladi, g'alamizda bu bola, g'alamizda bu bola. G'alamiz. Men ham tashlasam bo'ladi. Po'latga 200 ming so'm. Akajon, Po'lat katta raqamni aytaman mana hozir men maktabga bo'lib katta raqamni. Katta bo'lmasa bo'ladi. Nima qiladigan bo'ladi. Chetdagi Po'lat dalbayapmisan ey. Qisib o'tir. Hazlashyapti. Tentak emasmisan Po'lat? Yo'q, Kim tashlaydi uncha pulni? yo'q, tashadi. Menga bitta Jannatim akam tashadi. To'xtanglar, mana ofatga sevgi son qilasan. Onasiga kema bir teginglar. Ha. Voy, nimaga zaybal qilasan bilat, ey? Efir o'chirmoqchi edim. O'chirma, bir partiya bos, bitta bosaylik.